Assalomu alaykum. Bugun o'sha boshlagan challenge'imda adashmasam 4-kuni. Xullas bugun Chuseok bayramining ham oxirgi dam olish kunlari. Ertadan keyin yana ish boshlanadi. Shuni bildimki, challenge'da masalan o'zimga challenge qo'ydim. Lekin shu challenge'da baxtli turib kun bo'yi ertalabdan uyg'ona olmagan bo'lsam-da, shunga harakat qildim, shunga yaqin bordim. Lekin biror nima ish qilsam ham qilmasam shu kunim o'tdi-da. O'zim uchun keyin bir ikkita bekor qolmaslik uchun dars berish, o'qish, keyin seminarlar tashkillashtirdim. Band qildim o'zimni. Xullas yaxshi, bekor o'tmadi, Xudoga shukr. Hech narsa qilmasdan o'tkazib yuborgandan ko'ra yaxshi bo'ldi. Shu agar keyingi safar ham shunaqa bayram bo'lib qolsa, o'yladim, o'zimni o'zim challenge qilib, shunaqa nima bilan bog'lab qo'yishim kerak ekan. Bugun mana ertalab ahli turib, sizlarga video qo'yapman. Charchamanglar.